degani bizda ozish imkoni bor degani. Lekin odamlarda insulin pasaydi, lekin pitaniyasiga e'tibor bermaydi. Shuning uchun ham ular plyusga ishlab ketadi. Hozir men sizlarga qanaqa tushuntirsam ekan. Masalan, mana sizlar ro'zadasizlar, mayli og'zinglarni yopdinglar, kun davomida insulin pasayib kelgan, lekin kechga borib agar sog'lom ovqatlanadigan bo'lsanglar, yog' yoqish jarayoni boshlanadi. Agar nosog'lom ovqatlanib qo'yadigan bo'lsanglar, yog' yig'ish jarayoni boshlanadi. Sarflamaydi, navrot saqlashni boshlaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik semiradi. Yana bitta asosiy sabab aynan kechki paytga borib mana shunaqa tana yog'ni yig'ishini yana bitta asosiy sababi saharlikni o'tkazib yuborishadi. Juda ko'pchilik odamlar saharlikni o'tkazib yuborishadi yoki saharlikka non bilan choy ichishadi, bo'ldi, shuni o'zi yetadi yoki shakarli budochka, pirojniy yoki osh bilan saharlikni qilib olishadi. Shuni hisobiga ham o'sha kun davomida ular lanjlashib yuradi.